Hech shunday insonni uchratganmisiz? Ular katta orzular, muvaffaqiyat, pul va butunlay boshqacha hayot haqida gapirishadi. Ular buni ongida juda aniq tasavvur qiladi va bunga qodir ekanligiga chin dildan ishonadi. Lekin negadir hayotida hech narsa o'zgarmaydi. Psixologiyaga ko'ra, bu shunchaki dangasalik emas, buning ortida ancha chuqur sabablar bor. Birinchisi, ular o'ylashni harakat bilan adashtiradi. Psixologiyada muvaffaqiyatni tasavvur qilishning o'zi miyaga go'yoki nimagadir erishilgandek signal beradi. Shuning uchun inson doimiy ravishda maqsadlari haqida o'ylaganda miyasida kichik miqdorda qoniqish hissi paydo bo'ladi. Xuddi allaqachon oldinga siljagandek, natijada esa haqiqiy harakat qilish zarurati kamayadi. Ikkinchisi, motivatsiya ortida muvaffaqiyatsizlikdan qo'rquv yashiringan bo'ladi. Ularda orzu yoki maqsad yetishmaydi emas, ular urinib ko'rib muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqadi. Shuning uchun o'zini xavf ostiga qo'yish o'rniga ular reja tuzish bosqichida qolib ketadi. Chunki inson harakat qilmaguncha uning orzusi mukammalligicha qoladi. Uchinchisi, ular to'g'ri vaqtini kutadi. Ko'pchilik ish boshlash uchun avval o'zini tayyor his qilishi kerak deb o'ylaydi. Ammo psixologiya shuni ko'rsatadiki, tayyorgarlik hissi ko'pincha harakatdan keyin keladi, oldin emas. Shu sabab ular mukammal vaqtni kutishda davom etadi va o'sha vaqt hech qachon kelmaydi. To'rtinchisi, ortiqcha o'ylash miyani charchatadi. Ular har bir qadamni, har bir ehtimolni, har bir natijani chuqur tahlil qiladi. Ammo bu tinimsiz analiz insonning mental energiyasini so'rib oladi. Harakat qilish vaqti kelganida esa ular allaqachon charchab bo'lgan bo'ladi va natijada hech narsa qilmaydi. Beshinchisi, ularning ichki shaxsi maqsadlari bilan mos emas. Miya inson o'zini qanday ko'rsa, o'sha tasavvuriga mos kelmaydigan harakatlarga qarshilik qiladi. Agar inson ich-ichidan men tartibli emasman yoki men hech narsani oxirigacha yetkazmayman deb ishonsa, u qanchalik katta orzularga ega bo'lmasin, harakat qilishda qiynaladi. Chunki harakat qilish boshqa insonga aylanishni talab qiladi. Oltinchisi, ular mehnatga emas, imkoniyat hissiga qaram bo'lib qolgan. Katta orzular haqida gapirish hayajon beradi. Bu insonda imkoniyat, kelajakdagi muvaffaqiyat va yangi shaxsiyat hissini uyg'otadi, lekin haqiqiy rivojlanish takroriy, sekin va ko'pincha noqulay jarayon. Shuning uchun ular zerikarli va qiyin ishni qilish o'rniga kim bo'lishi mumkinligi haqidagi tasavvurga yopishib oladi. Chunki bu hozirgi haqiqatga yuzlanishdan ko'ra yoqimliroq. Katta orzular qilish kamyob emas, ammo ularni haqiqatga aylantirish juda kam uchraydi va farq iste'dodda emas, farq miyangiz sizga qarshi ishlayotgan bo'lsa ham baribir harakat qila olish qobiliyatida. Akbar Shukurov kanaliga a'zo bo'ling, like bosing, izoh qoldiring, keyingi videolarda ko'rishguncha.